uchun ayollarga bo'q otyapti, cho'p tiqyapti, nimamush? Oilali erkak bilan yurgan qizlarni nasli buzuqmush. Bu gapim bilan erkaklarni qo'tini ko'tarmoqchi emasman. Normalniy erkak kishi yo'q. Hammasi nima uchun ayollarga bo'q otyapti, cho'p tiqyapti, nimamush? Oilali erkak bilan yurgan qizlarni nasli buzuqmush. Qizlarni ketidan yurgan, ayollarni, ajrashgan ayollarni, erga tegmagan qizlarni, вообще qizlarni ketidan yurib, xotinini oldida, xotini sal chalg'iganda nomerini beradigan, ketidan u bo'lmagan holatda ham, xotin bo'lmagan holatda ham ketidan itdek yalinib yuradigan erkaklarni nasli tozami? Sizlar o'sha nasli toza eringlardan qiz farzandli, o'g'il farzandli bo'lgansizlar, to'g'rimi? Sizlar uchun ular kristal, biyodek qizlar, anaqada, to'g'rimi? Sal gapirayotganda gaplarni o'ylab gapiringlar. Ayollar iltimos, sal samatsemkalarni ko'taringlar. Nima bola bo'lib ketyapti? Qolol o'sish o'rniga qololanib ketyapsizlar. Hamma narsani ayol kishiga to'nkash bu umuman to'g'ri kelmaydi. O'zimdan misol qilib aytaman. Birovni misol qilmayman, men o'zimdan kelib chiqib aytaman. Men ko'kragimni ochib, ko'timni ochib, ko'zimni suzib, ko'timni likillatib, kimnidir o'zimga jalb qilmayman. Realni meni rostdan biladigan erkaklar ayollar emas. Meni ko'p tavba qildim, ayollar yomon ko'rishadi. Erkaklar shu bilishadi, povod bermasligimni juda ham yaxshi bilishadi. Men aytmoqchi bo'lganim, faqatgina ayol kishiga to'nkamasdan sal mundoq ong ostinglarni rivojlantiringlar, balki unda moyillik yo'qdir, balki meni erimda moyillik bordir deb. Chunki o'zimning hayotimda juda ham ko'p bo'ladi. Xotini yonida turgan bo'lsam, sal antga chalg'igan bo'lsam, lipillab oldimga kelib olib nomerini aytishga tushadi. Kartasini beradi. Men magazinda bo'lsa, ko'rishib avvalaman, xohlagan narsangizni oling, kodim mamnaqa deb. Men hozir o'zimni primer qilaman. Mendagi ayollar, qizlar qancha ularni ketidan ham uylangan, oilasi borlar yuradi. O'shanda hozir kim aybdor? Kim? Xafa bo'lmanglar ayollar, birinchi bo'lib eringlardan qidiringlar, kristalni, nasli toza, eringlardan qidiringlar. Ayb to'g'ri, qisman bor, birovni oilasiga boshini tiqib, ko'tini tiqib, biza degan ayollar ham bor. Bu degani 100% degani emas-ku, 5 qo'l baravar emas. Так что marosayu mudora deydimi? O'shanga qarab ish qilinglar. Oldin qo'lingizda isbot bo'lsin, aniq bitta fakt bo'lsin. Kimga moyilligi ko'p, erkakmi, ayolmi? O'shanga qarab xulosa chiqazinglar. Kristalni eringlarni kutini o'pib, boshingizga ko'tarmasdan. O'sha nasli toza, nasli kristalni eringlarni o'zinglar ayol bo'lib turib, ayol kishini nasli buzuq deyapsizlarmi? Agar sizlarning ham boshingizga ersizlik yokida bitta o'zinglar boqish tushsa, peshonangizga ahvolilarni ko'ramiz, nima bo'lar ekan. Hurmatli erkaklarimiz, buncha gapirish shirin, adresingizni tashlab yuboring, sizga gul jo'natmoqchiman, yana nimadir jo'natmoqchiman. Sizni o'shanga taklif qilsam bo'ladimi deb yozayotgan hurmatli erkaklar, men sizlarning shaxsiylarni mana bir xil aniq terpillarga o'xshab bunaqa ko'p qo'ya olmayman, chunki ko'pchiliginglarni oilanglar bor. O'shani hisobga olgan holatda menga bunaqa takliflar bildirmanglar. Menga ухаживать qilinglar, menga narsa jo'natinglar, meni ujinga boringlar. Misol uchun-da, men baribir ayolinglar bergan e'tiborni, hurmat, ehtiromni sizlarga bera olmayman. O'shaning uchun maslahatim ayolinglarga qilganinglar afzalroq deb bilaman. Menga yozib oborib bo'lmanglar. Men bunaqa narsa hurrak otadigan qizlar bormi, qizlar? Kim kechqurun hurrak otadi? Menga doim o'zimni uxlashim qiziq bo'ladi. O'shaning uchun opam ko'p yotgani kelganda so'rayman. To'g'risini ertaga uyalib qolmay, erjonimni oldilarida hurrak otib uxlaymanmi, yo'qmi? To'g'risini qachondir hurrak otib qolgandirman desam, yo'q, hurrak otmaysan, lekin ko'zingni yarmini ochib uxlaysan bunaqa qilib deydi. O'shani to'g'rilasam bo'ldi, ovozing ham chiqmaydi deb aytadi. Qizlar qanaqa qilib ko'zni primo yopib uxlash mumkin? U tabiat qonunimikan? Hurrak otadigan qizlar, menimcha burninglarni tekshirtirishingiz kerak bo'ladi. Gapni ko'p cho'zib o'tirmayman-da.
Menga o'xshab mana shunaqa qomat ekansiz, shunaqa ozg'in bo'lishni xohlasanglar, ammiga ichayotgan qizlar faqat och qoringa ichishingiz kerak ekan. Mana bunaqa nemetskiy ichibman, 1,5 oydan beri ichibman. No, semirmayapman, men semirish uchun ichayotgandim. Men semirish uchun ichayotgandim. Buni och qoringa ichayotgandim, chunki men ko'pincha zavtrak qilmayman. Bitta kofe bilan kifoyalanib qolaman. Noto'g'ri ichayotgan ekanman. Buni men to'q qoringa ichsam, menga bunaqasiga ishlar ekan. 45-46 kilo bo'lsa menga yaxshi-da, bo'yimga ham yaxshi. Hozir 41 kilo chiqdim, qizlayapman. 41 kilo. Yozda 41 kilo yuraman, mana shunaqa ozg'in. Hech qatim yo'q, ploskiy ekran bo'lib yuraman. No, baribir o'zimga qomatim yoqadi. Agar rostdan o'smoqchi bo'lsanglar, mevani o'sha och qoringa ichishingiz kerak ekan. Men narsalar chiqib ketibdi, srazi pista chaqsam narsa chiqadi. Qizlarjonlar, bo'ldi qilinglar, hurmatinglarni bilinglar. Ketish kerak bo'lgan joyda ketinglar, qolish kerak bo'lgan joyda yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Fundamenti mustahkammi ili yo'q. Men hozir bu gapim bilan erkaklarni ko'tini ko'tarmoqchi emasman. Relislarni ko'rib chiqsam, ko'p ayollar erkaklardan kuygan, normalniy erkak kishi yo'q. Hammasi unaqa, hammasi bunaqa yo'q. Normalniy, Allohdan qo'rqadigan, gapiga javob bera oladigan erkaklar ham juda ham ko'p. Men bularni guvohi ham bo'lganman. Juda ham yaxshi erkaklar, haqiqatan mehr ko'rsatadigan, haqiqatan nima edi, yordam beradigan, haqiqatan labzut turadigan, haqiqatan Allohdan qo'rqadigan erkaklar juda ham ko'p. Faqatgina sizlar atrofingizga qaramaysizlar-da, atrofidagi insonlarga shans bermaysizlar. O'ylaysizlarki, o'sha erkakni yaxshi ko'raman, undan boshqasi hayolimga, hayotimga sig'maydi deb o'ylaysizlar. Shunchaki u insonni qo'yib yuboringlar, Allohga tavakkul qilib u insonni qo'yib yuboringlar, qo'pol qilib aytganda, u chummoni qo'yib yuboringlar. Ketsin, joyini bo'shatib qo'ysin. U joyga noloyiq. Sizlar oldinglardagi atrofinglardagi insonlarga qaranglar. Boshqasini yaxshi ko'ra olmayman, boshqasini seva olmayman deb o'ylaysizlar. Shunaqa insonlar borki, shunaqa mehr beradi, shunaqa hurmat ko'rsatadi, shunaqa berib qo'yadi, boshqa taraflama ham shunaqa berib qo'yadi. O'zingizlar qanaqa yaxshi ko'rib qolganinglarni bilmay qolasizlar. Yaxshi insonlar, yaxshi erkaklar juda ham ko'p. Bitta erkak yomon degani, ikkita erkak yomon degani bu erkaklar yomon, unaqa erkaklar yo'q degani emas. Erkak bo'lib tug'ilib, erkak bo'lib yashash boshqa. Erkak bo'lib tug'ilib, ayol kabi yashash boshqa. Tak что, hurmatinglarni bilinglar asalchalarim. Yana nima demoqchi edim? Qisqa qilib aytganda, 5 qo'l barobar emas. Yomon ayollar kasriga hamma ayollar yomon emas. Yomon erkaklar kasriga hamma erkaklar yomon emas. Asalchalarim, ular shunchaki hayotimizdagi shunchaki tajriba, ulardan nimadir olishimiz kerak bo'lgan va hayotimizdan chiqib ketish kerak bo'lgan. Uni to'g'ri qabul qilishni o'rganamiz. Alloh bizga nimaga shuncha ne'matlarni bergan? U ne'matlardan bahramand bo'laylik, 8 muchalimizni sog'lom qilib, rizq nasibamizni keng, barakali qilib berib qo'yibdi, alhamdulillah. Moddiy taraflama qiynalib qolaman, u siz deb o'ylaysizlar. Unaqa emas. Rizq nasibingiz hali bu dunyodan uzilmagan ekan. Alloh sizga g'oyibidan cheksiz rizq nasiba yetkazib turadi. Hech kimga rizq nasibasini bog'lab qo'ymagan. Alloh kimnidir orqali berishi mumkin, lekin rizq nasibingiz o'zingiz bilan bo'ladi, asalchalarim.